Assalomu alaykum Hakimjon aka. Va alaykum assalom. Shustan Uchqo'rg'on xalqiga bir salom aytingchi. Uchqo'rg'onlar tinch bo'lsin, hammasi bola chaqani orzusini ko'rsin. Avvalambor tinchlik, keyin salomatlik, ko'p xalq hammamiz ahil bo'lib yashaylik shu. Bu insonni taniganlar bormi? Bu inson mana shu Nosir oshxonasini birinchi povurlaridan mana shu oshib dunyoga mashhur bo'lishida sababchi insonlar. To'g'rimi, Hakimjon aka? To'g'ri, albatta. Necha yil oldin ishlagansiz? 7 yil bo'ldi. Nosir akadagi povurlar siz shogirdingiz endi hammasi, to'g'rimi? Bitta xayrli qopdi. Xayrli qopda. Ular ham cheres shogirdlar chiqyapti. Endi xayrlarga kichkina bo'lib ketibdi. Do'stlar, Hakimjon akani demak ular yana tinch qo'ymabdi bu Saydullayevlar. Endi siz aytgan oldi, Nodir aka, to'g'rimi? Hozir endi shaydalar keyin. Xudo xolasa bu yer ham Shamsga o'xshab mashhur bo'ladi. Xudo xolasa qo'ldan kelgan harakatni qilamiz, yaxshi bo'lishi. O'zingiz shayda, ha?